Bitta shu o'g'lingizni Turkiyaga olib borib tekshirtirib ko'rsangiz, nima deysiz? Qayerga? Turkiyaga deysizmi? Namangandagi tabibga borsam ekan. Qo'y go'shtli bor. Schyot bo'ling, mashinaga bo'tdi. Mijozlar kutib qolishdi. Shashlik tayyormi? Bir minut, mana tayyor. Mana. Mana zakazinglar. Rahmat. Ol shashiga qara. Boshqa kamchiliklar yo'qmi? Bitta shashlik bera olasizmi? Iya. Ana Murodmi? Bu yerda nima qilib yurgan ekan? Namanganda ko'raman deb hech ham o'ylamagan edim. Shu bolani ham pulini berib yuborishim kerak. Yetimni haqqi yomon bo'ladi deb bekorga yetishmaydi. Balkim qo'limiz sinishiga ham shu sababdir. O'zi adasi Toshkent to'la doktor. Siz ham kelib Namangandan tabib qidirib o'tiribsiz. O'sha giyohlari bilan sizni davolab qo'yarmidi? A bo'pti, kelsa kepti-de. Oling shashligingizni. Sani puling yo'q o'xshavyapti-yu. Pulim yo'q. O'zimga emas. Oyimga bitta shashlik bersangiz bo'l. Oyimga deysanmi? Shoshmay tur, hozir chiqaman. Kutib qolmadingmi ukam? Qara, senga bitta emas 10 ta shashlik qilib beraman. Ozgina kutib tursang bo'ldi. Bilasanmi ukam, bizani xo'jayin juda ham saxiy odam. Xo'jayin Toshkentdan bir mehmon kelgan ekan. Mehmon deysizmi? Onam uchun bir siq shashlik bering deb oldimga ketdi. Shunga yo'q deya olmadim. Onasi uchun ekan. Bir siqmas 10 siq shashlik berib oling. Bizning mehmonlarimiz Olmos oshxonamiz haqida noto'g'ri tushunchaga ega bo'lishmasin. Bo'ldi, xo'p. Aytgancha, agar onam hayot bo'lganlarida shunaqa imkoniyat menga berilganda, issiq shashlik ustida 10 minut gaplashib o'tirish imkoniyati bo'lganda, shu biznesimni noldan boshlashga tayyor edim. Onaxonga yet. Bizani albatta duo qilsinlar. Onalarning duosi ijobat bo'ladi. Bor aka ukam. Nechta? 7 tami?